ertaga qanaqadir o'zi boshida shunaqa narsa bo'lgan. Ertaga qanaqadir loyihalar ishlab chiqarsam, menga userlar kerak, menga ishonuvchi odamlar kerak, community kerak degan narsa orqali bu narsani qilganman. Ya'ni yolg'ondan qochganman. Masalan, kurs sotsam bo'lgan, boshqa sotsam bo'lgan, lekin vaqtim yo'q bo'lgan, boshqasi bo'lgan. Shu mas'uliyatni tushunganman bu narsalarni. Instagram eng katta hobbim bo'lgan, odamlarga ta'sir qilish uchun. Lekin shu ham ozgina hozir qolib ketyapti orqada. Uje videochilarim ham bor, bularda mana studiyam bor, boshqasi bor. Ular aytadiki, ish yo'q bizga deydi. Siz Dubayda yuribsiz, bizga ish yo'q. Yoki biz ketaylik, boshqa ish qilaylik. Aytam sabr qilib boraman, olamiz video. Men shunday o'tiraman, video olaman-ku, men tayyorgarliksiz, hech qachon men tayyorgarlik qilmaganman video uchun yoki boshqa narsa uchun. O'tiraman, gapiraman. Siz uchun kontentlar yozilmaydi demak. Yo'q, men o'zim yozaman hammasini. O'zim yozaman degan narsa ham to'g'ri, chunki yozmayman ham. Shunday miyamga kelgan narsani aytaman o'sha. Masalan, savol bersa, o'shanga javob beraman, xuddi sizda.